Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar. Sizlar men Bozor xabar kanali. Bugun 17-mart Жалалбад shahrindamiz tug'anlar. Rubl kurs бағаларын ko'rsatib beramiz. Aygul savdo borboridan aldı. Doskrido bank tug'anlar. Mana dollar tushib qoldi bu yerda 96 ga, rubl 90 bo'lib qoldi. Euro 107 tug'anlar. Inshaalloh rubldan ko'tariladi. Like basib, подписаться etib qo'yingizlar tug'anlar. Bizni qo'llab, mana Eko Islam bankda da to же самое. Bugun tug'anlar ayta ketgan narsa Bugün 17-martdan 18-martga o'tib turgan kun tug'anlar. Barobat kechasi bo'ldi. Bu tunni tug'anlar Alloh taolo bardığını o'z nazarimen qarab, Alloh taolo gunohlar kechiradi tug'anlar. Janag'day odamlar gunoh kechirilmaydi. Birovni xafa qilganja, birovdan xafa bo'lgan bo'lsa tug'anlar. O'shuning uchun barini kechirishni Alloh nasib etsin. Alloh bari o'z gunohlaringizni kechirsin tug'anlar. Mana kompaniyonda da to же самое. Mana Capital Bank 90 rubl sotib olsanglar, mana tug'anlar. Айтпасам деле баары турат. Доллар 97 туугандар бул жерде. Шуга туугандар лайк басып, подписаться этип колдоп коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.